davatda aytmadidi shunday qiyinchilik bo'lgan deb. Lekin 91-yildari Kimsanboy ilgari Mavara deb O'rta Asiyada bir yil muftiyat bo'lganda, muftiyat O'rta Asiyo bo'yicha O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston bo'lib. Mana shu yerda fatvo bo'limida ishlab turgan ekan. Aytganda zakon chiqarish palatada Kimsanboy. Molla Sabir Buxoroda medresada savoq berib shunday bo'lib turgan ekan. 91-yillar qaysi oylarda ekan Vremyadan suylagan ekan o'rslar. Qirg'izistonda ilgari Frunzeda qirg'izlar o'z dinini tashlab baptist xristian dinini qabul qilib boshladi deb Vremyadan suylagan ekanda. Anan aradan hech qancha vaqt o'tmayla O'zbekistonda axborot va jangiliklardan suylagan qirg'izlar Bishkekda shunday bo'lib o'tadi, xristian dinini qabul qila boshladi deganda Molla Sabir menen shular Kimsanboy bari o'qatdi bu narsani. O'qqandan keyin qanday bo'lsa-da qanida qirg'iz bor, iymoni bor, bekam bol qirg'iz deb kuyib yurgan. O'shol yerda turib, agar bizning Qirg'izistonimiz shunday bo'lib o'tgan bo'lsa, bizning bu yerda turishimiz yaxshi emas, qanday qilganda bularni qaytaramiz deb o'zlaricha maslahat qilib, mashvara qilishayotgandan o'shanda ilgariga 90 ga cheyindela bizning o'sha o'sh jaqlarda hujraviy tartib bo'lgan o'qiganda, mana masalan, ajikan uyda bir 10 kishi, siz uyingizda 5-6 kishi o'qib, siz tomoq ochni siz ko'tarasiz, boshqa qilasiz, o'shantib ustoz kelib savoq beradi, ustoz oldiga borib savoq olib o'rganganda baldar. Anan o'shanda Molla Axin deb Alloh rozi bo'lsin shu kishi hozir bugungi kunda da bor. O'sha kishilarga anan Molla Sabirlar hujraviy tartibni ustozlarga xabar beradi, baldarni cho'g'iltib Bishkekka jo'natasiz deydi, Frunzega deydi o'sha mal. Anan qancha bola o'qqan baldar, qo'lda o'qqan baldar cho'g'iltib biz bir 50-60 bola cho'g'ildiqda. Men o'zim Qadamjoyda surma kamina va Yenizirniy kaminatda ishlayman Ahranada. O'sha yerda bir tug'antayam usta Tajboy deb nachanlik qarovlida. Anan o'g'a aytdim, shunday bo'lyapti. Menda bir borib kelansam, o'sha taykam shunchalik suymayli. Barsang bor, sal bo'lsam Qirg'iziston o'sib keladi, el ko'rib kelasing, yer ko'rib kelasing deb menga atib yozib berib o'tpaydi. Bor deb. Anan o'shanda Garchokobga keldik aka. Garchokobga, Marg'ilon Ferganadagacha. O'sha yerga qancha bir 30-40 50 boladan ortiq cho'g'ildik. Bir kun shu yerda yotib, poyezdda poyezd bilan chatdik. Poyezdga chiqib Toshkentdan Bishkekka keldik. Toshkentdan Molla Sabir damlar, ustoz Kimsanboy damlar bari chiqqan ekan, bizni muxtab qolgan ekan. Bishkekka kelganda tushdik-da. Kelganda shu mana Google'da mechdemi jangi boshlanayotgan ekan, podvaldan qazilgan. Ana o'sha yerga keldikdan bizni 5 dan 4 dan qilib bo'ldi baldarni. Ko'lga, narin, chuy bo'lib turna bor. Bizni 5 kishidik, bizni naringa bo'ldi. Naringa barsak, narinda bola aytib qolja bizga emas dedi. U bu yerda aytgan, agar narin qabul qilsa, Atbashiga borasan dedi. Mana biz Atbashiga bordik, ertasi yerda damal bo'ldi. O'sha yerda Atbashida qoldi, biroz Atbashida qoldik, biroz Kallinga bordik, men Qiziltuğga bordim. Haqiqatan Qiziltuğ Pagran deb qo'ygan. O'sha yerda Qiziltuğ bo'yicha Berela uyda ichimlik yo'q ekanda. Jumag'ul degan oqsoqolda baldaq tayaqman jur'atida Alloh rahmat qilsin. O'ta yaxshi kishi, iymonni salomat qilsin. Kecha biltiri apada o'tib ketdi, janozaga o'zim borib janozasini o'qib keldim-da, Qiziltuğga borib. O'sha yerda turdik, birda uyda jo'qda ichib ekan. Bari shu g'ana uyda ichilmaydi. Ana Nastapa deb militsiyaning mayor ekan. Ana bizda prokuror bo'lib yurdi, Salano o'sha qaynatasi. Shu kishi o'sha yerga borib meni qo'ydi. O'sha yerda bir saatlikda ayol hukumatni bo'shatib berdi. O'sha yerda balo o'qitdik. Men shulardan baldardan zehniga, aql-esiga, ota-onasiga bo'lgan suyu, dinga bo'lgan muhabbat suyini o'sha yerda ko'rdim-da. O'zim yosh bolaman. O'shanda apalar olib keladi-da. Valdari nevrelim. Balam ilgari bizda shunday bo'ladi-da. Mana balamning eti seniki, so'gi bizniki deydi-da. Mana balam bu nevrem, bu qizim bolasi deb shunday valdarni olib keldi. Bir juma qalbasa ma'lumsan bitdi-da. Praktik namoz o'qitaman baldargacha. Jashmanda bunday baldarda. Anda men baya o'shki variantni suylab yuraman, tushunmayman, baya jo'liq bo'ldi degan tushun boshqa taqqan nima deydi, jo'liq deydi. Ertang jo'long'ar kiyib kelgila deyimda. Ertaga jo'liq kelib bu yoqqa jo'naladi. Ochiq aydin. Bu yoqqa kelganda nima deysiz, kalgatga deydi. O'shoninglar kiyib kelgila deb o'tirib, shu baldar bir oyga jetib-jetmasdan Qur'onni shunday yaxshi o'qib qoldi-da. O'sha mahalda Mavlud oyi kirib qolib, anan o'zlarida tartib bor ekan, Mavlud o'qitadi. Savxoz bo'yida cho'p yurib, cho'p chavoq mal ekan.
чакырышып ошол жерде Кур'ан окуп өткөрүп кеткендерге не кылды. Ошол жерден кийин аерде окуттук, балдар өтө жакшы болду, Кудайга шүгүр. Анан мени ошол Астапа не кылып калды. Айыл өкмөттүн илге завхоз директору, завхоздон бир саануй 10 кой менен мына Молдокени алып каласың, мэрге жайлап койгула деп айыл өкмөт ушундай деп атат. Директор, завхоз директор. Себеби мен о бир ай немеге эле келгенмин да. Отпускной алып элечи. Анан мен шундай десем, мейли, анда бардагы кайтып келесиң деп койду. Үйлөнгөнмүн өзүм жаңы эле. Таштап келгенмин. Анан ошентип ушул балдарды окутуп калды. Ошондон кийин Рустам молда деп азат башыда, Рахат молда деп, Рахат деген молда биздин үйдө 3 жыл окуду, өзүм окуттум. Атпай ошол Рустам деген байке ал жүрдү, ошо жан кошунабыздын үйүндө келип күнүгө сагалабыз. Ушинтип булар азыр баягы устаздан шагирт өтөт деп, Рахат деген молда азыр Кудайга шүгүр болуп калды да, өтө күчтүү, өтө акыл эстүү болуп, динге өтө жакшы берилип калды. Атбашта азыр Рустам молда, бүтүн Атбаш менен айтканда Рустам молданын шагирти болуп калды да. Ошентип бала окуткан. Ошондон кийин келип Өзбек ажы менен таанышып калдык ошол жылдары. Мен бир себептер менен келип калып, мага акча керек болуп, акча берип туруңуз, мен ушундай десем, акча беремин, бирок мен айтканымды кылсаң эмне кылам? Сен көлгө барып бир ай ошол жерде бала окусаң, сага айткан акчаңды берем дейт да. Анан жок, мен барып келишим керек деп не кылсам болбой койду. Ошондон таанышып калып, бул киши менен ушундай кылганбыз. Ошо азыр мана мечитти, медресени салганга баш болуп, киши болгон.